4 tonnali mashina. Ikkala balon ham, oldi balon ham, orqa balon ham bosib o'tib, Sabrinani tas suyagini majaqlab tashlaydi. Bachadoni o't pufagi jarohatlanadi. Xonanda Ozoda Nursaidovaning klip jarayoniga tushayotgan 17 yoshli qizaloqni mashina bosib ketdi. Aytishlaricha, mashina boshqaruvidagi qizaloq yosh bo'lgan. Do'stlar, videoni ko'ring, videoga bir dona like bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Mas'uliyatsiz odamlarni ehtiyotsizligi sababli 17 yoshli qiz endi butun umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin. Sabrina ismli yosh akasi jarayonida baxtsiz hodisa deyish mumkin emas-da, buni baxtsiz hodisa emas, ehtiyotsizlik sabab avtohalokatga uchraydi. Haydashni bilmaydigan, haydovchilik guvohnomasi yo'q, uni ustiga rulda o'tiradi va tormoz berishni o'rniga Sabrina ustidan bosib ikkala balon ham, oldi balon ham, orqa balon ham bosib o'tib, Sabrinani tas suyagini majaqlab tashlaydi. Bachadoni o't pufagi jarohatlanadi. Aslida bunday holatda o'lim bo'lishi mumkin, lekin Xudo saqlab, Allohning inoyati bilan, shifokorlarning harakati bilan singlimizni hayot saqlab qolindi, lekin bitta oyog'i 7 santimetrga kalta bo'lib qoldi ikkinchisidan va bir umrga nogiron bo'lib qolishi mumkin. Lekin umid bor, buning uchun biz harakat qilishimiz kerak, qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Men kartalarni yozib qoldiraman. Imkon boricha masala videoni tarqatishga, yaqinlarga yuborishga harakat qiling. Klip Ozoda Nursaidovaniki edi. Mavlonov Production tomonidan suratga olingan qiz 17 yosh, hali haydovchilik guvohnomasi yo'q, mashina haydashni bilmaydigan, u ham yosh qizcha edi. Shuncha paytgacha hodisa sodir bo'lgan bo'lsa, yopti qilib, iltimos indamay turinglar. $500 berib turishgan ekan bizdagi bor ma'lumotlarga qaraganda. Keyin o'sha yordam ham uzib qo'yilgan, berilmagan. Xullas, bizning yordamimiz Sabrinaga kerak. Nafasiga sovuqqonlik bilan chiqdik. Ayrim bir odamlar, blogerlarga men aytmoqchimanki, bu Ozoda opani olingan klipida bo'lgan voqea baxtsiz voqea deymiz bu narsani. Baxtsiz voqeada nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmasdan turib, hamma xohlagan kundan borganimizdan hozirgi kungacha bo'lgan narsalar, qilingan narsalar hammasi yozilgan. Onasi bilan gaplashilgan gaplari hamma narsa yozilgan bu yerda. Lekin hozir sizlar bilmasdan ma'lumot tarqatyapsizlar-da. Kimga xolis kunlarda hozir bir-birimizni dilimizni ortib gunohga botmaylikda. Bu narsani mana nima kim qanaqa savoli bo'lsa bemalol telefonda nomer bor. Basda bo'lganmi deydi. Nima bo'lgan o'zi? Nima ketyapti bu yerda deb. Bu yerda maqsad va shu boshqa narsa o'zi. Bu yerda boshida bizga kerak bo'lsa yangi uy oldirmoqchi bo'lishgan. Kerak bo'lsa boshqa narsa qildirmoqchi bo'lishgan. Bu yerda birovni hozir ayblamoqchi emasman, lekin bu narsani tegiga yetish uchun telefon bor. Biz hozir qonuniy davlatda yashayapmiz hammamiz. Bundan beri boshlangan tergov jarayoni boshlangan. Hozirgacha ketyapti. Ertaga sud bor. Buni biza hal qilmaymiz sizlar bilan. Buni sud hal qiladi bu narsani. Sud hal qiladi. Mana bu yerda Ozoda opa u klipda misol uchun bo'lmaganlar. Ular faqat zakaz hisobida zakaz berilgan, bularga klip olib beriladi deb o'sha klip jarayonida bo'lgan voqea bu. Biza hozir haq qo'yib yotibmiz. Ozgina insof qilinglar-da. Telefon bo'lsa, mana telefonimizga qilib, bemalol nima savolinglar bo'lsa bu klipda operator sifatida men taklif qilinganman, rejissyor deb yozibdilar. Keyin men o'sha tagidagi полный описанияларni o'qib chiqdim. U yerda qaralmagan, boshqa narsa qilinmagan degan gaplar bor. Bular hammasi yolg'on. Men internet saytlariga aytmoqchiman. Bular bo'lmas narsalarni PR uchun chiqarmaydi. Sizlar bir oxiri
ko'ringlar bizada nima qanaqa yordamlar qilingan. Bu Ozoda opam tomonidan o'sha rulda bo'lgan o'sha qiz tomonidan bo'lgan narsalar. Sizlar bu voqeaning ichida bo'lmagansizlar. Sizlar bilmaysizlar bu narsalarni. Bular emas voqealarni chiqarib tashamanglar. Qonun bor, qonun doirasida ish ketyapti hozir. U joyda u opani nima deydi? U nomini bulg'ash bu yaxshi emas bu ro'za oyida. Nima sabab nima? Qanaqa bo'lgan voqea? Yoki tergov bor, tergovdan borib so'raylar. Yordam qilinmagan deb yozibdi. Uni uyma-uy, men xabar, men shuni bilaman. Men nima deydi? O'sha jarayonda bo'lganman. Mana o'sha Jasurni o'sha aktrisalar bo'yicha shug'ullanadigan ukamiz o'sha taylab hech kim bir narsa nima qilmagan u yerda. O'sha qiz rulda o'tirgan qiz bilmasdan o'sha voqea bo'lgan u narsa. U hech kim bu sizga mana oyoqqa turibdi yaqingacha, chunki unga yaqingacha qaralgan kvartirasi hamma bitta hamma kelib qaragan unga. Kvartirasigacha, yeb icharagacha, uy sharoitlarigacha shu ishlashga noloyiq qiz deb hozir yotish kerak deb oyma-oy $500 berilgan. Hammasini hujjati bor, videolari bor, dokumentlari bor. Lekin bu narsa qilinyapti-da kimlardir aql o'rgatishi sababli aytilyaptiki, endi oxirida kelib uy talab qilinyapti. Bu narsa endi insof bilan-da bu narsa nima deydi? Bu chista abdushi bir bu Alloh roziligi uchun qilingan narsa. Bu yerda u aybdorligi uchun emas, bu yerda hech kimning aybi yo'q bu yerda. Bu atalab qilingan ish emas. Qizga oyoqqa turishigacha qaralgan. Oyoqqa turib yana 3 oy pastilniy rejim degan. Sekin o'ziga kelib oyoqqa turish boshlaganda, unga turma deyilganda syomkaga, men eshitishimizga qaraganda, syomkaga chiqdi. Tog'gami, qayergadir chiqdi. Men endi men bilmayman, avvalambor men rostmi yolg'onmi eshitishimga qaraganda o'sha syomkaga olib chiqishganda, o'sha joyda yana yiqilgan ekan u qiz. Yiqilgandan keyin yana operatsiya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb shunaqa talablarni qo'yapti-da. Lekin insonga insof kerak-ku, insof kerak. Bunaqa yolg'on ma'lumotlarni tarqatib, negativlarni qilib tashamanglar. Insof bizga murojaat qilinglar yoki mana tergovga murojaat qilinglar. Joyi yo'q. Bu narsa hamma narsa qonuniy bo'ladi. Ertaga sud bo'lgandan keyin sud o'zi biladi kimni aybdor qilish kerak, kimni aybdor qilish kerak emas, kim oqlanadi, kim oqlanmaydi. Yo, o'sha men internet saytdagilarga aytmoqchiman. Sizlar nimaga kelmayapsizlar? Kelinglar, ko'ringlar, hammasini ko'rasizlar. Videolarigacha, zapislarigacha hammasi bor. Nima qilamiz? Nima deydi? Erta tuzalib ketgandan keyin hali yana birga ishlaymiz degan niyatlarda qilingan. Yaxshi niyatda qaralgan bu qizga. Lekin endi insof bilan-da oxiriga kelib mashina uy deyish endi birovning nomini yolg'on ma'lumotlar chiqarib, bu yerda meni nomimni bulg'ab, men u yerda men operatorman. Meni operator qilib chaqirishgan. Menga nima olish kerak bo'lsa, motor deganman bo'ldi. Syomka bu. Men ishim mana shu, motor deganman, syomka qilish kerak bo'lgan, kadrni olish. Meni vazifam shu. Meni vazifam uni boshqasiga qarash emas. Eng so'nggi xabarlar uchun Dolzarb.uzga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.